O'sha haqqini bermadik, usta ishlatib. Vojib edi berishingiz. Ishini qilib bo'ladi usta zo'r qilib. Yo'lini qilib bermadingizmi? Haqqini bermadingizmi? Vojibni ado qilmadingizmi? Qarg'adi. Tayyor turing. Shunaqa bir jarima keladi, shunday bir jazo keladi, o'sha ustaga bermagan pulingizdan 100 barobar kattaroq chiqim bo'ladi. Agar Alloh taolo vojib qilgan ishlarni birodarlar bajarmasak, shariat hukmini amalga oshirmasak, narx juda ham qimmat bo'ladi, to'laymiz. Shuning uchun biroda haqqi bor edi siz ustingizdan. Vojib uni uzishingiz. Uzib qo'ydingizda aytasizki, men birovlarning haqqini ado qilaman men. Birovlar haqqini qoldirmayman. Bu bilan faxrlanmang birodar. Siz yelkangizda vojib bo'lgan ishni qildingiz. Faxrlanmang, bu fazilat emas sizga. Alloh vojib qilgan uchun qildingiz buni. Siz faxrlaning qaysi amalingiz bilan? Nafl amalingiz bilan. Qiylanib topgan pulingizni yetim yesirga yegizdingiz, bu haqiqatan siz uchun ixtiyoriy amal edi, bu siz uchun sharaf bo'ladi.